grafikimiz bor. Shu qonundan kelib chiqqan holda, ya'ni jismoniy va yuridik shaxslar murojaatlari to'g'risida qonunda kelib shu fuqarolarda yoki mijozlarimizda nima fikri bor, nima taklifi bor, nima muammolari bor, shuni eshitib, yozib olib, bir yig'ilish protokolini format qilamiz. Endi qonundan kelib chiqqan holda murojaatlaringiz agar bugun hal bo'ladigan bo'lsa, yechimi topiladigan bo'lsa, bugun hal bo'ladi. Agarda muddat talab qilinadigan bo'lsa, qonundan kelib chiqqan holda 15 kun muddatda sizlarning masalalaringizni ko'rib beramiz. Ya'ni bu masalan kredit olishga taalluqli bo'lishi mumkindir. Kredit hujjatlaringizni taqdim qilishlaringizga vaqt ketishi mumkindir. Uni o'rganishga vaqt talab qilishi mumkindir. Balki boshqa masalalar bo'yicha, bankda tomonidan ko'rsatilayotgan xizmatlar bo'yicha qanaqa takliflaringiz bo'lsa, bemalol hammasini yozib olamiz, o'zlaringizni tanishtirib, qanday masala bo'lsa shuni aytasiz. Mana bu yerda viloyatdan boshqarma boshlig'i o'rinbosari Ruslan aka Almuhamedov kelgan, yer boshqaruvchisi bor. Tanisizlarmi o'zi? Taniymiz. Demak, xodimlar bor. Shunga nima masalalarimiz bo'lsa, turib ularni versiyalaringiz ro'yxatga olib qo'yamiz. Bu oqolti mahallasdanmi, Aytmurod Ishmurod bormi? Kim? Aytmurod Ishmurod. Aytmurod Ishmurod aka, ha? O'zimizni band qilish uchun kirib chiqarmoqchi mana shu chorvachilik rivojlantirish uchun 12 million kreditni joriy qilishni so'rayman. Ishxonadagi buni hozir yozib oldim. Siz hujjatlaringizni o'rganib chiqib, sizga tegishliligi bo'yicha javob beramiz. Imkon darajasida story natijasi bilan ijobat qilamiz. Endi bu yerda tushuntirib o'tib ketish kerak. Bu bizning biznesga ko'mak loyihamiz doirasida beriladi. 17 million so'm ish muddatida. Demak, birinchi avvalambor sizda kredit tarixi degan narsa bor. Ya'ni siz ko'rinyapti, kredit tarixingiz, ya'ni oldin olgan kreditlaringiz o'z vaqtida yopilgan bo'lishi kerak. Olgansizmi oldin? Yo'q, olmadim. Unda biz chiqib ikkinchisi, bu o'zimiz bankdan bo'lishimiz kerak. Ya'ni bu soliqga 375 ming so'm to'lov amalga oshirishimiz kerak. Bu to'lovni amalga oshirganimizda ertaga o'zimizga nafaqaga, ya pensiyaga chiqishda ham bu nima deydi, foydasi bor. Endi yozyapti hamma tarafda. Muddatlarini tushuntirib bering, g'ayratga necha yil muddatga beriladi, hammaga bitta umumiy tushuncha bo'ladi. 25%dan to'liq muddatga sizga ajratib beramiz. 17 million so'mgacha o'z bankiga oldin kredit ajratamiz. Men shu 20 yildan beri shu bankda mijoziman. Rahmat bularga, shu texnikalarni hammasini oldik, 4 milliardgacha texnikalarga yordam qilib olishga. Shu kecha kunduzda 54 gektar paxta ekkamiz, oylik olganmiz ularga. Paxta resursdan. O'zingiz ta'minot qilib, qaysi firma xo'jaligi? Abdurahmon Suyubiyev xo'jaligi. Undan keyin bizlarda chorvaga ham nima yaxshi. Sharoitimiz 20 ming prisgacha nima tashak ortib qolyapti. Agar nima bo'lsa 300 million so'm kredit olib chorvani rivojlantirishim kerak. Imkoniyat bor. Ismingizmi, familiyangiz? Suyubiyev Mahmayov. Kreditlar vaqti yo'q deganman. Siz paxta imtiyozli kreditdagi shart so'rayapsiz. Ha, shart so'rayapman. Baliqchiligim bor, chorvachilikda ham rivojlantirmoqchiman. Resursimiz bormi? Resurs berilganmi? Bor. Yo'q, hozir bizga ham jamg'armadan resurs berildi. Bor. Me'yor bormi? Me'yor bormi? Qancha so'mga ish haqi so'rayapsiz? Bo'lsa 25 million olishchilik tarqatishimiz kerak 3 oydan beri. Me'yor sig'adimi 25 million? Yechiladigan masalasi bugun 25 million. Ikkinchi masalangiz bo'yicha chorvachilik yo'nalishi bo'yicha jamoat qaysi yo'nalish bo'yicha beramiz? 312 sonli qaror bo'yicha Javob bilan shundan ichilayapti. 300 million so'mgacha zarar beriladi. Buning uchun bir yil davomida ishlab kelyapsiz. Masalan, xarj yuzaga kelib chiqib, story natijasi bilan sizga aytamiz. Hozir siz hujjat topshirmagansiz bizga? O'ylab chiqaman, topshiraman. O'ylab qo'yibman. Hujjatlar kerak bizda. Kerak hujjatlar ro'yxatga beramiz.
kira hujjatlarni berimsizlar, shu 312 sonli talab asosida necha foizdan endi bu 100 million so'mgachasini garovsiz olishingiz mumkin, 100 million so'mgachasini. Xatirchi nechinchi toifaga tushadi? 4-toifa 20% dan ketadi. 4-toifa 20% tushadi. Onasi 7 yil muddatga beriladi, to'g'rimi? 2 yillik imtiyozli davr. Faqat hujjatlaringizni qancha tez topshirsangiz, shuncha tez muddatda ular ko'rib berishadi. Ma'qul. Singillarimizdan ham masala bor ekan. Rustamova Barchinoy. Kim? Rustamova Barchinoy. Aha. Fotokor mahallasidan ishsiz bo'lganligim sababli 50 million kredit olmoqchiman. Chorvachilikni yaxshilash niyatda. Mahalla bo'yidan, to'g'rimi? Hujjatlar topshirdingizmi? Hammasini topshirdim. Kimga topshirdingiz? Birinchi bo'ldi mahallaga, keyin yo'ldagi bo'lgan. Qachon topshirdingiz? Bir hafta oldin. Javobi bir haftadan ko'rganlarmi? Mahalla bankiga yo'lladingizmi? Mahalla bankirlar. Mana xodimi javob ber. Hujjat olib kelganlar zaten 3 kunda beryapsiz chiqarib Birlamchi hujjatlar bergan, to'g'rimi? Birlamchi hujjatlar bergan, bu baribir kamchilik bo'lganlar qaytargan. O'g'irlaganda bo'ldi. Qancha raqam bo'ladi? Androidga tashlaganmi? Yani bittasini aytish kerakda, uni underwriting tashlagandan keyin ko'rib chiqish vaqti bor masalanda. Inson omili bu yerda ishtirok etmaydi. Faqat muddat juda kam aytyapsiz. Bugun deb qo'ysangiz keyin bexabar bo'ladi. Qani bugun deydi. Respublikadan keladi, zamonla kanallar aytiladi. Mana shuni koronavirus ustida qo'yilganda Androidda uni olib ko'rishmadi. Birinchi tushgan birinchi kun bo'ladi, filial katta, ko'p. Bu обязательно bir hafta 10 kun turmaydi. Bizda uzoqni 5 kun shunga chiqarmaydilar. O'zi Sanda buni hujjatlarni to'liq bo'ldi-ku, to'liq bo'lgandan keyin tashlagandan keyin muddat ketadi-da. Endi sen birinchi qilgan kuning bilan hisoblayapsan. Bu chiqarib beramiz hozir. Keyin siz kafillik taqdim etganingizda kafilni o'rganish jarayonida siz 50 million chiqmay qolishi ham mumkin. 45 million bo'lishi mumkindir, 40 million bo'lishi mumkindir. Siz taqdim etgan kafil, ya'ni uchinchi shaxs kafilni moliyaviy holatdan kelib chiqib belgilab beradi. Mana shu taraflarni aytib qo'yamizlarda, ertaga kelib masalan men 50 millionni topshirdim, nimaga bunday bo'ldi? Men 10 ta mol olmoqchi edim yoki 10 ta qo'y olmoqchi edim deb turib, shu taraflarni tushuntirib qo'yamiz. Tushunarli. Sen telefon raqamini yozib qo'ychi, 94